Buxoro davlat universiteti ilm-fan yo'lida 95 yillik sharafli tarixga ega bo'lgan yurtimizdagi yetakchi oliy o'quv yurtlaridan biridir. 1930-yilda asos solingan bu dargoh O'zbekistonda eng birinchi tashkil etilgan oliygohlardan sanaladi. Hozirda universitet tarkibida 8 ta fakultet, 34 ta kafedra, bitta akademik litsey, 2 ta markaz faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan fizika, matematika va axborot texnologiyalari, tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya, filologiya, xorijiy tillar, tarix va yuridik, jismoniy tarbiya va sport, iqtisodiyot va turizm, san'atshunoslik fakultetlari mavjud. Universitetda faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar soni jami 728 nafar bo'lib, shundan fan doktorlari 81 nafarni tashkil etadi. O'rtacha ilmiy salohiyat 63,5% bo'lib, falsafa doktori, dotsentlar 382 nafarni tashkil qiladi. Shuningdek, universitetda 85 ta ta'lim yo'nalishi, 40 ta magistratura mutaxassisliklari mavjud bo'lib, jami talabalar soni 21700 nafarni tashkil etib, shundan 11951 nafar talaba bakalavr ta'lim yo'nalishida, 545 nafar talaba magistratura mutaxassisliklarida, sirtqi ta'lim shaklida 8046 ta, kechki ta'lim shaklida 1310 nafar talaba, 223 nafar talaba esa qo'shma ta'lim dasturlarida tahsil olishmoqda. Shuningdek, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim institutida 27 nafar doktorantlar, 314 nafar tayanch doktorantlar ilmiy izlanishlar olib borishyapti. Ushbu fakultetlar bo'yicha siz abituriyentlar uchun Buxoro davlat universiteti 85 dan ortiq kunduzgi, 30 dan ortiq kechki, 5 dan ortiq masofaviy yo'nalishlar, jumladan yurisprudensiya, iqtisodiyot, menejment, biznesni boshqarish, falsafa, filologiya va tillarni o'qitish, tarjima nazariyasi va amaliyoti, jurnalistika, axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar, siyosatshunoslik, biologiya, kimyo, ekologiya va atrof muhit muhofazasi va boshqa yo'nalishlarni siz abituriyentlarga taklif etadi. Bir so'z bilan aytganda, Buxoro davlat universiteti mamlakatimizdagi eng ko'hna va navqiron ilm o'chog'i sanaladi. Faoliyati tobora kengayib borayotgan oliy ta'lim dargohining nufuzi ham shunga monand ravishda yuksalib bormoqda. Bu dargoh haqida qancha gapirsak ham so'zimiz tugamaydi. Ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan yaxshi deganlaridek, keling, yaxshisi imkon tug'ildi deguncha universitetimizga tashrif buyuring.